Uzdil PHP darsiga 32-ci qism MyCircle sallaq uchurini halqılıq söz arqılıq rədki tizish. MyCircle sallaq uchurini halqılıq söz arqılıq rədki tizish uchun order by halqılıq söz cümlesini işlatamiz. Tövellash reti bo'yicha tizish uchun mana bu disk halqılıq sözünü qo'shamiz. Mana bu yuqorilash reti bo'yicha nima qilish uchun mana moddaning o'rniga a yani asik halqılıq sözünü qo'shamiz. Yana ko'p qura orqali rad tizish ham bo'ladi. Buniki grammatikasi qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi mana bu uchur jadvaldagi a'zoning nomi, andan keyin mana bu uchur jadvalning nomi, bu yerdagi order by tartib bo'yicha, ya'ni nimaning tartib bo'yicha ko'rsatadi degandek ma'nom keldi. Buning bu yerdagi buyruqqa qaraydigan bo'lsak, bu yerda order by age mana bu yeshiniki cho'ng kichik tartib bo'yicha ko'rsatilgan bo'lsa, bizga mushniki yeshiniki cho'ngdan kichik qarab, kichikdan cho'ng qarab, masalan, bu yerda mana oxirgi natijani bizga bergan bo'lsa, mana ikki a'zoniki, mana bu yeshiniki cho'ng kichik tartib bo'yicha buni bizga radlik tizib ko'rsatib berdi.